katta lug'at olimlaridan. Bir ona yaylovdan farzandini olib o'tayotgan vaqtda cho'ponni ko'rdi, cho'pon qo'y boqyapti. Shunda ona aytdiki, agar o'qimasang bolam, ilmli bo'lmasang, seni kelajaking mana bunday bo'ladi dedi. Cho'ponni ko'rsatdi. Cho'pon bo'lasan dedi-da, kim bo'lasan yana boshqa dedi. Ona bilan bola o'tib ketgandan keyin cho'pon o'yladi. Voh attang. Men hali johillarga, ya'ni aqlsizlarga, o'qimaganlarga misol qilinadigan darajaga kelib qoldimmi dedi men. Mashalloh dedi. Turdida butun qo'y suruvlarini bittada sotdi. Kerak emas dedi menga. Pulini bir joyga jamladi, omonatdor odamga berdi. Qachon kerak bo'lsa sendan kelib